Yoshlar teleradio kanali. Assalomu alaykum. Ziyrak nigohlari ila bizni kuzatib, xato aytilgan javoblarni o'tirgan joyida tuzatib, ba'zida kulib, ba'zida kuyinib, men o'sha yerda bo'lmaymanmi deya tizzasiga urib, ayni damda bizni bog'da, tog'da, tepalikda, qiyalikda, qo'yingki mehmonxonayu to'yxonada, hattoki avtomobildagi jajji televizorlar va xonadonlardagi katta o'lchamli ekranlarda kuzatib, tomosha qilib turgan muxlislar. Yoshlar telekanalida siz kutgan, siz bilgan Imkon shou yana boshlandi. Marhamat, bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishing. Milliy folklor san'atimizni nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda namoyish qilib kelayotgan Surxon guruhi yigitlari Ilhom Mamataliyev, To'lqin Fayziyev, Odiljon Karimov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsizlar. Kayfiyatda qanaqa Surxon guruhi yigitlari? Kayfiyatlar zo'r. Surxon guruhi qo'shiq aytayotgan paytda doim o'ziga ishongan, doim demak o'zgacha bir kayfiyatda xalqimizni milliy san'atini yuqori ko'tarishni oldiga maqsad qo'ygan guruhlardan biri. Bugun o'yin qanaqa bo'lar ekan? Juda ham yaxshi. Surxon guruhiga bugun yana bir a'zo qo'shiladi, yangi a'zosi. Ularni davraga taklif qilaman. Demak, ko'pchilikning fikricha, navbatdagi ijodkor, ustoz san'atkor Husan Sharifni quyib qo'ygan yoshligi emish. Kutib oling, bolalar tabassumi ko'rsatuv orqali sizlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor Muhammadjon Bobojonov. Muhammadjon aka, xush kelibsiz. Surxon guruhiga bugun yordam berasizmi yoki Surxon guruhi sizga yordam beradimi? Bir-birimizga yordam bersak kerak bugun. Juda ham yaxshi. Olqishlaringiz. Demak, guruhning nomi Biz jamoa Surxon bo'lib qoldi. Surxon jamoasi. Ikkinchi jamoa bilan tanishing. Demak, ular yaxshi kayfiyatda, yaxshi niyatda bugun davramizga tashrif buyurishgan. Ularni bir-bir kutib olamiz. Demak, dastlab davramizga muxlis va muxlisalarning birdek sevimli va erkatoy xonandasi Husanni taklif qilmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrifingizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatlari yaxshimi? Zo'r, a'loda. Bugun sizdan juda ham chiroyli o'yin kutamiz. Rahmat kattakon. Keyingi ishtirokchimiz O'zbek estradasida o'z yo'nalishiga bo'lgan shirali ovoz sohibi, yosh iste'dodli san'atkor Asilbek Ne'matov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asilbek, sizning qo'shiqlaringiz doim o'zining originalligi bilan ajralib turgan. O'sha sahnada chiqishlaringiz ham, bugun mana kiyinishingiz ham originalligi bilan ajralib turdi. Sababi nimada? Nega endi aynan mana shunday kiyindingiz? Yoshlar telekanalining ashaddiy muxlisi bo'lganligim uchun shunaqa kiyinib oldim. Juda ham yaxshi olqishlaringiz Asilbek Ne'matovga. Juda ham yaxshi. Keyingi ishtirokchimiz go'zal kliplari ila muxlislari ko'nglini shod etib, o'zbek estradasini ko'zga ko'ringan san'atkorlardan biriga aylanishga ulgurgan Vohidjon Isoqovni davraga taklif qilaman. Vohidjon Xormey. So'nggi paytda demak ijodingizda shiddatli manzarani kuzatish mumkin. Ayniqsa yangi klipingiz, Xoliq aka deb nomlangan klipingiz hozir yoshlar orasida juda ham keng ommalashdi. Siz o'zingiz o'sha jarayonni kuzatib, qanaqa xulosaga keldingiz? Qariyb kino shakliga kelgan. Bu klipmi, kinomi? Bu albatta klip, hazırlanmış klip. Keyingi ishtirokchimiz, olqishlang, qo'llab-quvvatlang. Shoumizning navbatdagi mehmoni 25 dan ortiq xorijiy davlatlarda o'z konsertlari bilan milliy mumtoz musiqamizni dovurg'ini dunyoga taratgan virtuoz sozanda Toyir Qo'ziyev. To'raga studiyamizga xush kelibsiz. Rahmatulloh. Muxlislar juda ham yaxshi bilishadi. Siz dunyoni katta konsert zallarida, demak, milliy san'atimizni namoyish qilgansiz. U yerda hayajon bo'lmagan, menimcha bu yerda ham bugun hayajon bo'lmaydi. Yo'q, hayajon bor, har doim hamisha. Hayajon yordam beradi, san'atkorlarga yordam beradi, albatta. Guruhning nomi nima bo'ldi? Jamoaning nomi nima bo'ldi? Jamoaning nomini ko'pchiliklashib Navo guruhini tuzdik. Navo guruhiga olqishlaringiz. Marhamat, Navo guruhi o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Har doimgidek bugungi shouni boshqarish va nazorat qilish uchun maydonga kechamizni bosh hakami Anvar Salimovni taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Xush kelibsizlar. Mana shu ajoyib studiyamizga xush kelibsizlar.
Ahrorjon, Labbay Anvar aka. ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bugun haqiqiy erkaklar guruhi yig'ilibdi. Biron bir, demak, ayol ishtirokchi yo'q. Yashang. Faqat erkaklar. Surxon guruhi hamda Navo guruhi. Ishtirokchilarimizga bir narsani iltimos qilardim. Faqatgina o'yinimiz qoidalariga rioya qilishingizni talab qilaman. O'yinlarimiz 3 ta bosqichdan iborat. Birinchisi tezkor savol-javob, ikkinchisi pantomima yo'nalishi va uchinchisi mantiqiy savol-javoblar. Agar tayyor bo'lsangiz, o'yinimizni boshlaymiz. Juda ham yaxshi. Birinchi shartimiz tezkor savol-javob nomlanadi. Demak, bu shartda siz 1 daqiqa davomida imkon qadar ko'proq savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi, lekin bir narsani esdan chiqarmang, savollar hazilomuz. O'ta jiddiy javoblar berishga harakat qilmang, hazil savollar ekanligini nazardan chetda qoldirmang. Demak, birinchi ishtirokchimizni mikrofon qarshisiga taklif qilaman. Muhammadjon Bobojonovga olqishlaringiz, guldiroz qarsaklaringiz. Marhamat. Marhamat qilasiz Muhammadjon. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, Surxon guruhida yangi ishtirokchi paydo bo'libdilar. Vakil. Ilhom aka, Odil aka, Muhammadjonni Surxon guruhiga qaysi lavozimga taklif etdinglar? Noma'lum lavozim. Kimga ma'lum, kimga noma'lum. Marhamat. Muhammadjon aka, sizni boya demak taklif qilayotganimizda Husan Sharifning yoshligi degan so'z ishlatdik. Shu gapda jon bormi? Bir xil o'g'illimikin degan mish-mishlar ham yuradi. Qanchalik aloqangiz bor Husan Sharifga? Endi to'g'risini aytsam, endi hammadan shu gapni eshitib, o'zim ham ishonib qolyapman. Yaxshi, tayyorsiz-a? Tayyorman. Boshladik. Shakar choyni qaysi qo'l bilan aralashtirilgan yaxshi? Ikki qo'lda. Yo'q, yaxshisi qoshiq bilan. Qo'shim. Qo'l bilan emas. Ko'p yig'lasa nima bo'ladi? Ko'shib ketadi. Qora bo'ladi. Qora bo'ladi. Yildagi nechta oyda 28 kun bor? Bitta oyda. Fevral oyida. Yo'q, hammasida 28 kun bor. Bor. Yomg'ir yog'ayotganda quyon qaysi daraxtga yashinadi? Quruq daraxtiga. Qo'l daraxti. Quruq bo'lmaydi. Qachon odam uyda boshsiz bo'ladi? Qachon uyda odam boshsiz bo'ladi? Uydami? Uydan boshsiz bo'ladi-da. Xotini kaltayganda. Boshini oynadan chiqarganda tashqariga. Qopda u ko'paygan sari vazn yengillashadi. Bu nima? Keyingisi. Teshiklar. Kastrulkaga nima sig'maydi? Qopqoq. To'g'ri, qopqog'i. Ustiga loy chaplangan otni cho'miltirsa nima bo'ladi? Tozot bo'ladi. Qo'l bo'ladi. Qaysi paytda vaqt tugadi? Muhammadjon Bobojonovga. Muhammadjon Bobojonov 1 daqiqa ichida 1 dona savolimizga to'g'ri javob berdilar. Olqishlanaylik. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimiz Ilhom Mamataliyev. Ilhom aka. Marhamat. Ilhom aka, siz ko'p san'atkorlarni, demak, mashhur bo'lishiga sababchi bo'lgansiz, musiqa yozgansiz, musiqa bastalagansiz. Hozir ko'ramiz qanday musiqa bastalaydigan bastakorlarimiz qanchalik savol-javobga usta. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Boshladik. Qattiq yomg'ir yog'ayotganda bosh kiyimsiz chiqsa, qanday holatda sochlar ho'l bo'lmaydi? Yomg'irda chiqmayman. Javob to'g'ri. Agar kal bo'lsa ho'l bo'lmaydi, to'g'ri. Tuyoqqish o'zini qush deya oladimi? Yo'q. Nima uchun? Xohlamaydi. Chunki u gapira olmaydi, to'g'ri. Samolyotda o'tiribsiz, oldingizda ot, orqangizda avtomobil bo'lsa, siz qayerdasiz? Men samolyotdaman. Siz karuselda uchayapsiz. Qanday qilib avtomobil ot bo'lishi mumkin samolyotda? Qachon osmon yerdan pastda bo'ladi? Kechasi. Suvga osmonning aksi tushib turganda. Ishlamaydigan kuchukcha bu? Tishi yo'q kuchukcha. Elektron belgisi kompyuterdagi, internetdagi. Nima uchun robotlar hech narsadan qo'rqmaydi? Chunki u botirdi. Chunki uning asablari temirdan. Qaysi ot umuman o't yemaydi? Qorin to'q. Shaxmatdagi ot. 8 oyoq, nechta oyog'i bor? 8 oyog'i. Javob to'g'ri. Ilhom Mamataliyev, olqishlaringiz. Barakallah. Vaqt tugadi. Ilhom aka Mamadaliyev 1 daqiqa ichida 3 dona savolimizga to'g'ri javob berdilar. Davom etamiz. Yomon emas. Davom etamiz. Odiljon Karimov. Marhamat. Odiljon, tayyormisiz? Tayyor.
Sizga menimcha oson bo'lsa kerak, ikkita ishtirokchini vaziyatini kuzatdingiz, hayajonini kuzatdingiz. Menimcha tushunib oldingiz. Nima haqda qanaqa javob berishga, qanaqa holatda. Yaxshi, tayyorsiz? Tayyorman. Boshladik. 2007-yilda 2700 yoshini nishonlagan shahar. Samarqand. Qarshi. Tovus kabutar qaysi qushni yovvoyi ajdodi hisoblanadi? Tovus. Kabutarni. Bu savolda qovunmi, tarvuzmi? Qovun. Qovun, to'g'ri. Chopsa chopilmas, ko'msa ko'milmas. Soya. To'g'ri. Fruktoza nimani shakari hisoblanadi? Qamish. Mevani. Tuyaqush, tuyami yoki qushmi? Qush. To'g'ri. Vodorod, kislorod, uglerod, azot bir so'z bilan Hashiy kislota, sulfat kislota. kimyoviy elementlar. Hasanni egizak singlisi kim? Hasanni egizak singlisi. Zuhra. To'g'ri. O'simlik qaysi organi orqali nafas oladi? Varga. To'g'ri. Tishi bor, og'zi yo'q. Kingsi. Arra. 20-asrda eng katta shlyapa kiygan odam kim edi? Kingsi. Katta shlyapani bosh katta odamlar kiygan. Alifbeda nechta harf bor? Lotindami Vaqt kirishadi? tugadi. Vaqt tugadi. Guldiroz qarsaklaringiz. Odil Karimov. Odil Karimov. Odil Karimov 1 daqiqa ichida 5 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. To'lqinjon Fayziyev. Guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Biz to'lqin akani demak bir necha holatlarda ko'rganmiz, ya'ni o'sha zarb bilan urib chalinadigan asboblarni ham ustasi, lekin qo'shiq ham aytadilar. Bugun demak ularning intellektual bilimlarini sinab ko'ramiz. Tayyorsiz? Tayyor. Boshladik. Filni tizzasi nechta? 2 ta. 4 ta. Eng yirik qush qaysi? Yirtqich qush. Tuyaqush. Eng mehnatkash hasharot? Asalari. Chumoli. hasharot. Eng yirik uy parrandasi? Tovuq. Kurka. Eng katta sut emizuvchi hayvon? Sigir. Kit. Kleopatra. Nechta tilda gaplashgan Kleopatra? O'zim tilda. 9 ta. Topishmoq. Bir uychada 100 ta yigitcha. Nima? Bir uychada 100 ta yigitcha. Keyingisi. Asalari. Xorijga chiqish uchun zarur bo'lgan rasmiy ruxsatnoma? Viza. To'g'ri. Viza so'zining ma'nosi? Ruxsat. Ko'zdan kechirmoq, qarama, qaraladi degan ma'noni bildiradi. Vaqt tugadi. To'lqin Fayziyev biroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. To'lqin Fayziyev 1 daqiqa ichida 1 dona savolga to'g'ri javob berdi. Olqishlaringiz Olqishlaringiz. To'lqin Fayziyevga. Hoy. Yaxshi. Navo jamoasini taklif etamiz. Sen hayajonlanishga hech qanaqa asos yo'q. Savollar hazilamiz. Demak, bu degani, demak, savolga noto'g'ri javob bersangiz, sizni hech kim bilimsizlikda ayblamaydi. Bu shunchaki hazil o'yin. Tayyorsiz? Boshladik. Lampochkaga o'xshagan ho'l meva. Nok, Javob to'g'ri. Yer yuzidagi 4 ta okeanni sanang. Hind okeani, Tinch okeani, keyin Atlantika va Shimoliy muz okeanlari qoldi. Yaxshi. Antarktidada doimiy ro'yxatda bo'lish, ya'ni propiska bormi? Antarktidada. Yo'q, javob to'g'ri. Bu yerda aholi yashamaydi. Velosipedning vatani? o'tib ketdi. Rossiya. Navoiy viloyatining qadimgi nomi. Navoiy viloyatining qadimgi nomi. O'tkazib yuborildi. Karmana. Yumuq ko'z bilan nima ko'rish mumkin? Qorong'ini. Tush. Baxshilarning cholg'u asbobi? Chanqoq. Do'mbira. Dunyodagi eng tez o'sadigan o'simlik? Bambuk. Saudiya Arabistonida nechta daryo bor? Bitta. Umuman daryo yo'q. Yo'q. Chumollar bir sutkada necha soat uxlaydi? Uxlamaydi. Javob to'g'ri. Ulgurdilar. Barakalla. Husanga olqishlaringiz. Husanbek Tojimirzayev 1 daqiqa ichida 3 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Yomon emas, yomon Davom emas. etamiz. Vohidjon Isoqov. Vohidjon tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. O'zini oynada taniydigan yagona hayvon. Kuchuk. Shimpanze. Nechta burch, nechta muchal bor? 2 ta. 12 ta. Shamol bo'ladigan fasl. Keyingisi. Hamma faslda ham shamol bo'ladi. Qaysi savolga hadeb javob berib bo'lmaydi? Hammasiga. Uxlayapsizmi degan savolga. Tun va kun nima bilan yakunlanadi?
Kechqurun bilan. N harfi bilan. Qayerda suv tik turadi? Nima? Qayerda suv tik turadi? Bilmadim. Keyingi. Stakanning ichida. Bo'm-bo'sh cho'ntakda nima bo'lishi mumkin? Hech bola bo'lmaydi. Teshik. Lampochkani joyiga burab qo'yish uchun nechta kompyuterchi kerak? Kerak emas. Javob to'g'ri, xohlagan odam uni burab qo'ya oladi. Barakalla. Po'lat qush, Po'lat qush, qo'g'irchoq. samolyot. Toshkent. Tugadi. Vohidjon Sipoqov 1 daqiqa ichida 1 dona savolga to'g'ri javob berdi. Olqishlaringiz Vohidjon Isoqovga. Ana endi hayajonli daqiqalar. Asilbek Ne'matovni taklif qilamiz. Asilbek Ne'matov. Demak, Asilbek qo'shiq aytishni ham qoyil qiladilar. Demak, raqsda gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi ularni savol-javobda sinab ko'ramiz. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Ishonaveraymi? Ishonavering. Boshladik. Nimani yerdan ko'tarish oson, uzoqqa otish qiyin? Keyingi savol. Xas. Qaysi idishdan ovqat yeb bo'lmaydi? Kir idishdan. Bo'sh idishdan. Inson nima uchun ortga qaraydi? Keyingi savol. Chunki orqasida ko'zi yo'q. Kim o'tirgan holatda yura oladi? Hech kim? Shaxmatchi. 2 kun uzluksiz yomg'ir yog'ishi mumkinmi? Mumkin. Yo'q, kun ularning ikkiga bo'ladi baribir. Ayollar sumkasida nima bo'lmaydi? Ayollarning sumkasida nima bo'lmaydi? Hech narsa. Tartib bo'lmaydi. Nima bir vaqtning o'zida turib yuradi, osilib turadi, yo yurib yotadi? Nasıl qiyin savollar ekan. Soat. To'rt burchak stolni bir burchagini aralab tashlasa, nechta burchak qoladi? 3 ta. 5 ta. Aralangandan keyin 2 ta paydo bo'ladi-yu. 6 ta oyoq, 2 ta kalla, bitta dum. Bu kim? 6 ta oyoq. Vaqt tugadi. Asilbek Ne'matovga. Asilbek Ne'matov 1 daqiqa ichida hech qaysi savolimizga javob bera olmadi. Olqishlaringiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Toyirjon Qo'ziyev. Toyir aka. Ajoyib san'atkor. Yoshlarga o'z mahoratingizni ko'rsating. Harakat qilamiz. Marhamat. Yetib olishimiz kerak. To'g'ri, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Maktabni bitirganingizga qancha bo'ldi? 25 yil bo'ldi. 25 yil bo'ldi. Ko'ramiz nima qoldi. Tayyorsiz-a? Boshladik. Nimani tayyorlash mumkin, yeyish mumkin emas? Nimani tayyorlash mumkin? Yeyish mumkin emas. Bilmasam, kengizga o'tirib. Uyga vazifani. Uyga vazifani. Qo'chqorlar kalla urushtirganda ularning boshi og'riydimi yo'qmi? Og'rimaydi. Javob to'g'ri. Hasharotlar ko'p kasal bo'ladimi yoki hayvonlarmi? Kasal hayvonlar ko'p. Hayvonlar to'g'ri. Hasharotlar hattoki rak kasalligini ham yengarkan. Sportchilar stadionda yugurayotganda soat strelkasi bo'ylab yuguradilarmi yoki soat strelkasiga qarshimi? Soat strelkasi bo'ylab. Yo'q, qarshi. Oq ayiq asal yeydimi yo'qmi? Oq ayiq. Yo'q, yemaydi. Yeydi. Qanday holatda baliq ushlovchi to'r bilan suvni ko'tarish mumkin? Qanday holatda? Ha, baliq ushlovchi to'r bilan suvni ko'tarish mumkin. Tushunmadim. Suv muzlagan paytda nimani to'ntarib qo'ysa ko'payadi? Nimani to'ntarib qo'ysa? Ko'payadi. Bilmasam. 6 sonni to'ntarib qo'ysak 9 ga Ha, 9 ga aylanadi. Vaqt tugadi. Toyir Qo'ziyevga guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Toyirjon Qo'ziyev 1 daqiqa ichida 2 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Anvar aka, bugun ishtirokchilarimizga nimadir yetishmayapti, sezyapsizmi? Nimadir yetishmayapti. Boya biz demak bironta bir ayol kishi yo'q, demak ishtirok etmayapti. Faqat yigitlar degandik, qizlar bo'lmasa bo'lmas ekan-a? Haqiqiy yigitlar guruhi mana shunaqa bo'ladi. Haqiqiy o'g'il bolaning bahosi Ahrorjon. Marhamat, eshitamiz o'g'il bolalarning bahosini. O'g'il bolalarning bahosini eshitamiz. Demak, birinchi bosqich bo'yicha Surxon guruhi yiqqan bali 10 ballni tashkil etadi. Barakalla. Navo jamoasi, Navo guruhi yiqqan ballari xursand bo'ladiganga o'xshaysizlar. 6 ballni tashkil etadi. Guldiroz qarsaklaringiz. Yomon emas, yomon emas. Surxon jamoasi hozircha oldinda, lekin kayfiyatni tushirmang, hali oldinda yana 2 ta shart bor.
ikkinchi bosqichni boshlaymiz. Pantomima bosqichi. Bu shartda har bir jamoa a'zosiga bironta bir so'z ko'rsatiladi mavzuga tegishli. Mavzularni o'zingiz tanlaysiz. U yerda har xil mavzular bor. Ana shu demak ko'rsatilgan so'zni tovush chiqarmasdan, so'z ishlatmasdan o'z jamoangizga faqat xatti-harakatlar bilan, pantomima bilan tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Agar ovoz chiqsa, so'z ishlatilsa yoki lablar yordamida aytib berilsa, demak 5 balldan olib tashlanadi. Demak, ikkinchi shartimizni Navo jamoasi boshlab beradi. Vohidjon Isoqov. Ko'rib turganingizdek 4 ta yo'nalish bor. Demak, birinchi yo'nalishimiz joy nomlari, ikkinchi yo'nalish jonivorlar olami, uchinchi yo'nalish institut va to'rtinchi yo'nalish ishtaha. Qaysi yo'nalish tanlaysiz? Boshqa yo'qmi? Mana shu 4 tasidan bittasini tanlashingiz kerak. 4 tasidan bittasi. Jonivorlar olami. Vaqt ketdi. Marhamat. Jonivorlardan-a? Ha. Sibaqa. Chigirtka bor. Chigirtka. Davom etamiz. Laylak. Ha. Navbatdagi Bola uchadi. Qas uchadi. tovuq, xo'roz. Tuyaqush. Ko'rsating marhamat. Ha, past uchadi, past uchadimi? Tovuq, xo'roz, Boy o'g'li. kafli, Bola. Bola. Qush. Katta. Variantlarni ko'ringlar. Kattami, kichkinami? Adaka. Qo'l uradigan. Chivin. Burga. Pasha. Qashsha. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Nima edi bu? Javobi. Buning javobi asal ari edi. bunday qilish kerak, gul. Gulganda qo'lib kelibdi. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Husanbek. Husanbek. Joy nomlari qoldi, institut qoldi hamda ishtaha qoldi. Ya, ishtahada. Ishtaha. Marhamat. Vaqt ketdi. Bana. Davom etamiz. Qozon. Tort. To'g'ri? Mola. Ovqatmi? Ovqat. Talinka. Minu. Harakat bilan ko'rsating, harakat bilan. Harakat bilan. Ishtaqa. Muzika. Kosa. Vaza. Tarvuz qovun. Olma. Ha. Harakat. Men sizga yordam beraman, sizga. Arqon. Kakos. Barakalla. Ananas. Qoyil. Vaqt tugadi. Barakalla. Asilbek Ne'matov. Asilbek Ne'matov. Asilbek va'da bergandi boya. Mana shu shartda. Institut hamda joy nomlari qoldi. Joy nomlari. Vaqt ketdi. Hayvonot bog'i. Muzey, telebashna. Minora. Yo, anaqa. Joy nomlari. Chetilli bor. Gumbaz. Ha. Molat edi. Park. Ey, bog'. Muzeymi? Tushuntirib. Yana variantlar. Yana variantlar. Eyfel bashna. Minorasi. Hindiston. Toj Mahal. Hayır, davom etamiz. Vaqt tugadi. Barakalla Asilbek Ne'matov. Qoyil. Juda qiyin ekan qoyil. Asilbekni Eyfel minorasi tushirishlarga qoyil qoldi. Navo guruhining navbatdagi ishtirokchisini taklif etamiz.
Toyirbek Qo'ziyev. Toyir aka, sizga faqatgina institut yo'nalishi qoldi. Bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz ko'rsatishingiz mumkin. Tayyormiz. Vaqt ketdi. Ishlatmaysiz Toyir aka. So'z ishlatmaysiz. Zachot. Umidxon. Pul. Bankovskiy institut. Moliya. Iqtisodiy. Domla, dekan, direktor, o'quvchi, Variantlar aytib. student, Attestat. o'quvchi, Domla. Dekan. zachot. Stipendiya. G'oya topdik. Konservatoriya. Muzika. Studiya. Xato. Sahna. Muzikant. Domla. Dars beruvchi domla. Ustoz. Biroz qasaklaring. Navo jamoasi yomon ishtirok etmadi menimcha. Muxlislarimizni ham, demak, teletomoshabinlarimizni ham kayfiyatlari ko'tarildi. Ko'ramiz Surxon jamoasi nima qilar ekan. Surxon jamoasini olqishlaymiz. Muhammadjon Bobojonov taklif etamiz. Muhammadjon keling. Markazga keling, markazga keling. Xo'sh. Qaysi yo'nalishni tanlaysiz? Kino olami, kino teatr, restoran hamda uy anjomlari. Uy anjomlari. Tayyormisiz? Diqqat qilasiz? Muhammadjon, diqqat. Boshladik. Davom etadi. Men bu yoqdaman. Muhammadjon. Eshik. Qo'yin. Resmo. Kreslo, stul, divan. Og'zingizga ishlatdilar. Muhammadjon. Yuzdagi mana bu taraflarni ishlat. Yo'q. Yaxshi. Chemadon. Sumka, chemadon. Jomadon. Davom etamiz. Shkaf. Yo'q. Deraza. Deraza. Холодильник. Og'iz, yopiy og'izni. Og'iz qimirlayapti. Zanaveska. Parda. Davom etamiz. Ventilyator. Vaqt tugadi. Bu bosqichda og'izni artikulatsiya diksiyani umuman ishlatish kerak emas edi. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Keyingi ishtirokchimiz Ilhom Mamataliyev. Ilhom aka Mamataliyevni taklif etamiz. Ilhom aka. Xo'p, restoran, kinoteatr, kino olami qoldi. Qaysi yo'nalishdan? Restoran. Diqqat. Vaqt ketdi. Sharbat. Davom etamiz. To'g'ri. Kabob. Yurosaslik. Jaz. Vilka. Qo'y. Rak. Shunaqa. Beshbarmoq. Beshpanja. Kalla go'sht. Kotlet. Beshpanja. Kotlet. Qo'y go'shti. Variant. Kalla go'sht. Ha? Go'sht tam. Vaqt tugadimi? Ilhom Mamataliyev olqishlashadi. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif Davom etamiz. etamiz. Odiljon Karimovni taklif qilamiz. Kino olami hamda kinoteatr yo'nalishi qoldi. Qaysi yo'nalish tanlaysiz? Kino olami. Aniqmi? Qiynab qolmaysizmi? Demak, diqqat qilasiz. Tayyormisiz? Vaqt ketdi. Ha. Kichkina bolalarga ukol qilyapti. Doktor. Ana qurr. Ha, ana quyon boqadigan. Mana kichkina bolalar. To'g'ri, davom etamiz.
Titanik. To'g'ri. To'g'ri. Tushuntiring. Tan soqchi. Ikkita tan soqchi. Yuzma-yuz. Qarama-qarshi. Ro'para. Ketma-ket. Vaqt tugadi. To'lqin Fayziyev qoldi. Kinoteatr yo'nalishi qoldi sizga. Faqatgina. Diqqat. Tayyormisiz? Tayyor. Vaqt ketdi. Bilet. To'g'ri. Insho. Dasqat. Ha, bilet. Taklifnoma. To'g'ri. Kassa. To'g'ri. Lab ishlatmang. Monitor. Ekran. Sahna. Yo, afisha. E'lon. Banner. Variantlar. Tushuntiring. Nima? Boshqa Boshqacharoq tushuntirishga harakat qiling. Boshqacha. Monitor. Kinozal. Vaqt tugadi. Premyera edi. Olqishlaringiz. Olqishlaringizni ayamisizlar. Ikkinchi bosqich bo'yicha to'plangan ballarni e'lon qilamiz. Demak, Surxon guruhi, Surxon jamoasining yiqqan ballari 75 ball Barakalla. edi. 75 ball edi. 10 ball olib tashlashga majbur bo'ldik. Chunki Muhammadjon 2 marotaba xatolikka yo'l qo'ydilar. Muhammadjon Bobojonovdan 10 ballni olib tashlaymiz. Sababi etyud pantomimalarni ko'rsatayotgan paytingizda siz og'izni juda ham ko'p ishlatdingiz. Demak, 65 ball to'plashgan. Surxon jamoasi. Navo jamoasi esa 60 ball to'pladi. Yomon emas. Birinchi, ikkinchi bosqich bo'yicha, demak, jamoalar to'plagan ballarni e'lon qilsak. Surxon jamoasi, demak, 75 ball umumiy to'plangan ballari. Navo jamoasi esa 66 ball to'plashdi. Qadrli ishtirokchilar, 3-bosqichga o'tishdan oldin bugungi demak shouimiz mehmonlaridan keling jonli ijroda ajoyib musiqalarni tinglasak. Surxon guruhidan iltimos qilamiz. Folklor musiqiy asboblarimizda chiroyli bir taronani ijro qilib bersa. Olqishlaringiz.
Ahrorjon, Labbay. 3-bosqichni boshlaymiz. Boshlaymiz. 3-bosqich jamoaviy o'yin. Bunda har bir jamoaga, demak, 2 tadan savol beriladi. Mana shu savollarga 1 daqiqa ichida javob berishingiz kerak bo'ladi. Savol hazilomuz bo'lishi ham mumkin. Juda ham chuqurlashib, falsafiylashtirib yubormaymiz. Tayyormizmi? Surxon jamoasi. Men savolni o'qishni boshladim. Diqqat bilan eshitamiz. Savatda 3 ta olma bor. Ularni 3 ta bolaga bering va savatda bitta olma qolsin. Vaqt ketdi. Marhamat. Savat bilan beraveradi, bitta olmani. Olmaniga bitta beradi. Yo'qda. Nima uchun? Voy, uni nam. Javob bersa bo'ladimi? Vaqtimiz bor. Vaqtdan oldin javob berishmoqchi. 10 mal qo'shib berasiz. Xo'p, demak Surxon jamoasi tayyormiz deyishyapti. Olqishlab qo'yamiz ularni. Vaqtdan oldin. Marhamat, javobni kim beradi? Odil Karimov beradi. Eshitaman. Savatda 3 ta olma bor. Har bitta bolaga bittadan 3-bolaga savati bilan berib yuboradi. Ana endi javobni o'qiyman, diqqat bilan tinglaymiz. Savatda 3 ta olma bor. Ularni 3 ta bolaga bering va savatda bitta olma qolsin. Javob 3-olma savati bilan beriladi. Javob to'g'ri. Surxon jamoasi yomon emas. Ana endi men Navo jamoasiga yuzlanaman. Navo jamoasi tayyormizmi? Diqqat qilamiz. Diqqat, savolni o'qiymiz. Shoh o'z oshpazlarini huzuriga chorlab shunday debdi: "Menga bir taom keltiringki, uni pishirishdan oldin 1 piyola, pishirayotganda yana 1 piyola tuz soling. Pishgandan so'ng men ham uni tuz bilan iste'mol qilay." Shoh qanday taom pishirishni buyurgan? Variantlar bor. Yo'q. Keyin oxir so'raymi? Yana. Hech qachon go'shtni tuzlab solmaydi. Yo'q, go'sht tuzlab qo'yiladi. 1 piyola turadi. Solatni 1 piyola. Solatni tuzladi. Shuni varish kerak-da. O'sha tuzni shuni varish kerak. Tushunasizmi? Men ham tushunmayapman, qiyin savol ekan. Vaqt tugadi. Marhamat, javoblarni eshitaman. Kim? Demak, o'zida kuch topib javobni aytadi. Demak, Navo jamoasini javobi tuxum bo'ldi. Javob to'g'ri. Barakalla, so'nggi daqiqalarda Husan qutqarib qoldi jamoani. Husan qutqarib qoldi. Barakalla. Juda ham hayajonli kechdi. Butun jamoa umidsiz o'tirgan edi. Husan, barakalla. Demak, men endi ikkinchi savol bilan Surxon jamoasiga yuzlanaman. Tayyormizmi? Ikkinchi mantiqiy savolimizni eshiting diqqat bilan. 10 metrli zanjirga bog'langan it 12 metr narida turgan kishini tishlab olibdi. It buni qanday uddasidan chiqqan? Vaqt ketdi. O'zi 2 metrlik kattlik bor-ku. It kattami? Bo'yniga bog'lagan bo'lsa, qanday 2 metr? Odam oydinlikka to'g'ri. It farqi yo'q. 12 metr xeyli yaqin. Mantiqiy savol 10 metr bog'langan joydan demayapti. 10 metr to'g'ri. Nima bo'lishi mumkin javob? Buni javob berasiz, Ilhom aka. Bizniki javob tayyor. Javob tayyor. Javob shundaki, o'sha odam qoziq bog'langan joydan 12 metr masofada turmagan bo'lishi mumkin. Yaqinroq turgan bo'lishi mumkin. Javob shunday. Demak, men savolni o'qiyman va javobni o'qiyman. 10 metrli zanjirga bog'langan it 12 metr narida turgan kishini tishlab olibdi. It buni qanday uddasidan chiqqan? Javob oddiy. Chunki zanjir ishtasaga mahkamlanmagan edi. Aytdim-ku, Surxon jamoasi bu hazil savol, hazil jiddiylashish kerak emas edi. Falsafa qidirish kerak emas edi. Yaxshi, men Navo jamoasiga izlanaman. Tayyormizmi? Tayyormiz. Diqqat. Yuk mashinasini chirog'i ishlamayapti. Osmonda oy ham yo'q. Lekin haydovchi
yo'ldan kesib o'tayotgan kampirni ko'rib qolib, to'xtashga ulguradi. Haydovchi buni qanday uddasidan chiqdi? Vaqt ketdi. Optoq kiyingan. Kechqurun bu. Kunduz kuni. Kunduz kuni bo'lgan. Kunduz kuni ketdi. Javobmi yo? Joya to'xtab turing, to'xtab. Vaqtimiz ko'p yigitlar. Osmonda oy yo'q. Farasi ishlamayapti. Farasini yoqmagan. Demak, kunduzi bo'lishi mumkin. Ishlayapti. Kunduz kuni boshqalardan hazil olmishdi. Zaman Hech kim yordam bermadi. Mayli, javobimiz kunduz kuni ketyapti shu. Yuk mashinasini haydovchisi kunduz kuni. Oxirgi javobi Nima bo'lmagan. Xo'p, vaqt tugadi. Demak, bemalol javobni ham aytib bo'ldik. Ana endi to'g'ri javobni eshitamiz. Yuk mashinasini chirog'i ishlamayapti. Osmonda oy ham yo'q, lekin haydovchi yo'lni kesib o'tayotgan kampirni ko'rib qolib to'xtashga ulguradi. Haydovchi buni qanday uddasidan chiqdi? Javob to'g'ri. Barakallah, Navoiy jamoasi. Juda qiyin kechdi, juda og'ir kechdi va nihoyat ikkinchi mantiqiy savolga ham Navoiy jamoasi to'g'ri javob berdi. Ahrorbek mana 3-bosqichni ham o'tkazib oldik. Eng hayajonli va eng asosiy daqiqalar. Daqiqalar yaqinlashib keldi. Demak, Bugun shouimiz kutilmagan, demak, voqealarga boy bo'ldi. juda ham boy bo'ldi. Demak, 3-bosqich bo'yicha Surxon jamoasi to'plagan ballari 3-bosqich bo'yicha 30 ballni tashkil etadi. Olqishlaringiz. Navoiy jamoasi to'plagan ballar esa 3-bosqich bo'yicha. 3-bosqich bo'yicha Navoiy jamoasi to'plagan ballar esa 60 ballni tashkil etadi. Demak, umumiy ballarni e'lon qilamiz. Surxon jamoasi 105 ball. Olqishlaringiz. Navoiy jamoasi 6 ball. 126 ball. Navoiy jamoasi g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Bu imkon shu, hammaga yutish imkoniyati bor. Garchi demak, dastlabki shartlarni Navoiy jamoasi juda qiyinchilik bilan boshlagan bo'lsa-da, mana mantiqiy savol-javobda ularga omad kulib boqdi. Tabriklaymiz. Qoyil. Demak, men Surxon jamoasiga yuzlamoqchiman. Surxon jamoasi demak tashishga hojati yo'q, xafa bo'lishga hojati yo'q. Bugun bor imkoniyatni namoyish etdik, bilimdonligimizni ham ko'rsatdik, ijodimizni ham ko'rsatdik. Bu shunchaki omad. Kimgadir omad kulib boqdi, kimgadir omad boqmadi. Lekin tomoshabinlarimiz maza qilishdi, teletomoshabinlarimiz maza qilishdi. Shunday emasmi? Xayrlashdan oldin biz Navoiy jamoasining ajoyib ishtirokchisi Toyir Qo'ziyevdan jonli ijro eshitamiz. Marhamat.